Salom do'stlar, sizlar bilan men Soliho MC. Do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Imperiya videosining ikkinchi qismini olamiz. Xo'p, birinchi qismini mana ko'rgandek, biz mana Oq uy, ya'ni prezident qarorgohi saroyi. Xo'sh, bu videoda biz qurishimiz kerak bo'lgan narsa bu parlament quramiz. Ya'ni nima degani? Davlatda har xil anaqalari bo'ladigan nima deydi? Yig'ilishlari, masala anaqa sud binosiga o'xshagan joy kerakchi. Xullas shuni hozir quramiz. Faqat undan oldin biz yaxshilab yerlarni o'lchab chiqishimiz kerak. Mana shu taxminan mana shu tilagacha asfalt chiqamiz. Xo'sh, mana shu yerdan kiraverishi bo'ladi. Qanaqa stilda qurishni endi hozir mana anaqa ishlatamiz, bunisini ishlatamiz. Xo'p, men o'zi anaqa boshlashdan oldin bitta zo'r stil menga hayolim keluvdi. Bu yoqqa bitta qo'yilgan bo'lsak, keyin bu yerga bitta qo'ysak, mana cho'tki. Endi mana shu yerdan da ikkita chiqaramiz. Mana yana ozgina, yana ozgina ekan. Yana bitta ekan, adashmasam. Yani bitta baralash kesibdi. Mana bo'ldi, cho'tki. Xo'p, shunaqa qarchi, mana shunaqa stilda qilamiz. Nechta blok bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta blok bo'ladi ekan. Bunisiga 3 4 5 6 7. Hozir men buni qo'yib olib, keyin videoni yana yoqaman. Hozir binomiz azgincha 0.01% qismi hozircha tayyor. Ya'ni bu nima, hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bu shunchaki bir dizayn, tashqi ko'rinish. Xo'sh, hozir bu yerdan nima qilishimni qarab turaylik. Mana taxminan mana mashlardan, mana shundan boshlab xuddi shuncha joyda, shuncha qalinlikda men bu binoni asosiy zal qismini quraman. Hozir mana bloklarni qo'yib belgilab olamiz. Mana bo'lib bu yog'i zo'r. Hop, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Bu ozgina ichkariga kiradi. Mana. Xo'sh, bo'lmasa qani ketdi, buni ham quramiz. Endi sekin videoni albatta pauza qilamiz, sababi sizlar zerikib qolmasligingiz uchun. Pauza. Do'stlar, endi shu joyda kichkinagina reklama bo'lib qoldi. Ya'ni nima? YouTube'ga shunday kirasizlar va kichikcha Soliho Cast yozasizlar. Va mana shu chiqqan kanalga shunday kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham bir xursand bo'lardim. Sababi men o'zimni ikkinchi, ya'ni Counter Strike bo'yicha video oladigan kanalim. Hammalarga rahmat. Videoni ko'rishda davom etinglar. Xo'sh do'stlar, mana ancha qismi bitta. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman. Mana o'sha buni ko'pchilik tushungan deb umid qilaman. Shunga ham o'zingizga kerak, ya'ni umid qiling. Mana hozir mana endi polnista oynadan bo'ladi. Ya'ni Oliy Majlis kim ko'rganmiz O'zbekistondagi xuddi shunaqa emas. Shunaqa stilda shunaqa qilamiz. Qarachi, davom etamiz ko'rish. Do'stlar, mana bizani o'sha anaqalarni qo'yib chiqdim. Zdaniyani parlamentda mana tomlardan yopib chiqdik o'sha. Bitta mana shu qoldi. Mana bu oyni qo'yaversam
Hop, endi nima qilishim kerak hozir men? Mana mashdan turib, mana bitta bunda bosib olamiz. Mana mashtgacha mana shu blokdan yopib chiqamiz. Mana chotki. Va mana stilizor. Endi mana shu 3-4 marta qilsak, bitta bu yoqqa bosib turib, bitta bu yoqqa set quartz. Endi bu yoqqa mana shu volt edit bot bo'lsa ham, modda bo'lsa ham juda ham bir mazza. Osh. Bu yoqqa bitta. Bu yoqqa ham set quartz. Xo'sh, endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda biz hozir nima qilishimiz kerak? Qarab turinglar. Mana shundoq mayli, botga hozir shart emas. O'zi shundoq chiroyli chiqdi. Hozir endi bu yoqqa kiramizda. Voy, mana bular ko'payib ketganda hozir birinchi boshdan shunday yo'q qo'yilgan video yoqaman. Xo'sh, mana shu yerda hozir bitta nima qilamiz? Mametdan, mana mashtadan shunday joydan ko'tarsak bo'ladi. Bunda ko'taramiz. Bu yoqdan ham xuddi shuncha ko'taramiz. Qaysi boshqa taraf bo'lsa, darrov ko'taramiz. Mana shundan boshlab bitta bu yoqqa qo'yib turib, keyin bitta bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, set quartz. Mana tayyor devor. Xo'sh, bu devor nima kerakligini hozir tushuntirib beraman. Pametdan odam kirganda to'g'ridan-to'g'ri majlis o'tganini ko'rmaydi shunda. Birinchi bo'lib mana shunga to'g'ri keladi, ibotdan sekin kirib ketadi. Hozir bizga eshik kerak. Dur. Bash foyda berib bitta bash kerak, atrofini ham asam buzatdi. Mana qaysi eshikdan qo'ysa bo'ladi bu yoqqa. Xo'sh. Mana shunday qo'yaylik. Chaqmoq chaqatdim. Bu yoqqa clear. Chotki. Voy. Mana shunaqa parotlangan ekan. Endi botdan mana hozir mana shu yerda endi bizga anaqa kerak. Lantern. Qani buni bitta anaqa ko'raylik. Lantern. Karach buni qo'limga qo'yib chiqarkan mana bo'lsa ham. Mana shularni sekin endi biz chiqish kerak. Hop, ana. Endi chotga buni taxlaymiz. Chiqib ketdi. Hozir men hamma joyga chiroylab chiqaman endi. Shunaqa chiroyli qo'yib chiqamiz. Xo'sh, mana ancha narsamiz o'sha tayyor. Mana hozir biz mashinadan qo'yib chiqsak, shundoq qilib sekin endi